Yordam! Yordam! Aka, men shundan solib beraymi, o'zim ekkanman. Zo'ri bu. O'zbekmen! Bananlar bor. Tirikchilik qilganim qo'ymaydi bular. Boryapman. Aka, hozir 5 minutda qaytaman. Qiz bola boshing bilan hech kim yo'q joylarda nima qilyapsan? Nima bo'ldi o'zi? Pulimni bermadi. Nima? Yo'q, sumkamdan olgan pulni qaytib bermadi. Ha, ketaver, o'zim hal qilaman bu yoqni. Gunohga botdimmi deb o'ylabman. O'zbekmen, menga yordaming kerak. Bugun seshanba, meni dam olishim. Supermenga telefon qilinglar. Bu yoqdan seni hech kim topa olmaydi. Baqirma. Yordam! Yana senmi? Sen kimsan endi? Sen hamlardanmiz. Hozir baqiraman. Yo'q, men o'zbekmenman men. Sen o'zbekmenmansan. Ye, o'zbekmen? Ha, men ularni chalg'itish uchun xol qo'yib keldim. Seni qutqaraman. Faqat baqirma, qo'lingni yechaman. Ey, meni yana pulimni bermadi ular. Ey, Yo'q, yana noto'g'ri tushunasiz. U meni o'zimni pulimidi. do'ppim qani? Do'ppingizni yuvgandim, qurimabdi. Bu yerdan seni hech kim topa olmaydi. Qutqara olmaydi. Tushundingmi? Ey! Qo'yvorlaring uni. Ye, o'zbekmen? Yana senmi? Yana sen. Faqat seni qutqaryapman. Uyingda o'tirsang bo'lmaydimi? Ye? Sen qoraqalpoqmisan? Qalpog'im yo'lgan ekan, shunga bunisini kiyib keldim. Qo'yvorlaring. Yo'q. Nima dedim? Ketdik. Yo'q, bular hali meni pulimni bermadi. Ey! Lekin bu safar to'g'ri o'yladingiz. Ey!